Yana qanday holatlarda Aktara bilan palif qilganlaringiz foydaliroq? Men sizga aytaman. Buni mushin servisini o'ldirdim. Birinchi ko'zingizga ko'ringanlarini zubochistka yoki bironsi bilan olib tashlasangiz bo'ladi. Bu zararli emas, lekin mana bu ora-oralarda, barg oralarida bo'lganlarini siz ola olmasligingiz mumkin yoki zarar berishingiz mumkin. Ularga qo'lingiz yetmaydi yoki aprezgiz qilganingizda o'sha joyiga именно suv, o'sha dori bormaydi. Shuning uchun bunda palif qilganlaringiz ma'qul. Aynan orxideyangizda, to есть gulingizni shimib sokini ichadigan zararkunanda bo'ladigan bo'lsa, unda Aktaraga o'xshash sistemli fungitsidlardan foydalaniladi. Chunki u butun gulni organizmida bo'ladi, butun bargi, tsitonosi tomirida bo'ladi. U qayerda bu zararkunanda sizni gulingizni shimishidan qat'iy nazar o'sha zahar unga boradi. Даже mana barglarning orasida yoki gullagan bo'lsa, gullarning orasida bo'ladigan bo'lsa, siz uni ko'rmasligingiz mumkin. Lekin siz zararlagan paytingiz o'sha gulli bargi har bitta zonasida o'sha Aktaraga o'xshagan dorini sistemni fungitsidni qismi bo'lganligi uchun одновременно hamma joydagi zararkunandalarni o'ldiradi. Agar sizni gulingizni shimimaydigan zararkunanda bo'ladigan bo'lsa, bu tila bunaqa o'rgimchaksimon o'shanga o'xshagan nimalar uchun kerak. Unda sepadigan fungitsidlardan foydalanasiz. Bu qaysi nimalarda kerak bo'ladi? Tripsda kerak, shitovkada kerak, keyin mushinskiy chervetsda bu juda ham yaxshi. Keyin agar bunaqa ulitka bo'ladigan bo'lsa, to есть bunaqa tomirlarini yoki o'zini yosh barglarini yeydigan bunaqa shillar bo'ladi gruntning ichida. O'sha uchun ham Aktara juda ham yaxshi, chunki u o'simlikni o'zi bilan oziqlanish uchun siz Aktara bilan yoki shunga o'xshagan sistemli fungitsid bilan zararlagan paytingizda o'sha zararkunandalar o'ladi. Ba'zilari lekin bittada o'lishi mumkin, ba'zilari o'lmaydi. Masalan, trips qiyinroq, shitovka ham qiyinroq bo'lishi mumkin, lekin mushinskiy chervets menda asosan bir marta palif qilganimda ketgan. Ikkinchisida qolganimni ko'rmaganman. Mana bu ko'tarilib ketgani yaxshi bo'ldi. Sizlarga ko'rsataman deganim.